Assalomu alaykum kanalim muxlislari, kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan juda ham mazali va chiroyli chiqadigan tort tayyorlaymiz. Biskivitlari 100% o'xshab chiqadi. Bismillohni aytib idishimizga o'rtacha kattalikdagi 8 dona tuxumni chaqib olamiz va oqidan sarig'ini ehtiyot bo'lib ajratib olamiz. Oqiga sarig'i bir tomchi ham aralashmasin. Men birdaniga chaqib, keyin sarig'ini qoshiqda ajratib oldim. Tuxumni oqidan sarig'ini ajratib olganimizdan keyin tuxum oqiga bir chimdim tuz, bir pachka vanilin solib, mikserni baland tezligida qattiqqina bezga holiga kelguncha shakar solmasdan ko'pirtirib olamiz. Mana shunaqa shakar solmasdan tuxum oqini mana shunaqa qattiq holatga kelguncha ko'pirtirib olishimiz kerak. O'shanda biskvitlarimiz 100% ko'tarilib chiqadi. Endi 8 osh qoshiq shakarni 3 ga bo'lib, kam-kamdan solib, mikserni baland tezligida shakarlari to'liq eriguncha ko'pirtirib olamiz. Bu biskvitimizga razrixlitil solinmaydi. Tuxumni oqini yaxshi zo'r qilib ko'pirtirganimiz evaziga biskvitimiz baland bo'lib ko'tarilib chiqadi. Buning uchun biskvitingiz zo'r chiqishi uchun tuxumni oqini qattiq qilib ko'pirtirib olishimiz kerak. Shakari to'liq erigandan keyin tuxum sarig'ini ham solib biroz aralashtirib olamiz. Mana tuxum sarig'ini solganimdan keyin ham oqib ketayotgani yo'q, qattiqqina bo'lib turibdi. Mana shunaqangi bo'lishi kerak. Tuxum oqi mana shunaqa qattiq, plotniy massa bo'lishi kerak. Endi 8 osh qoshiq oliy navli unni elakchaga solib olamiz va buni ham 3-4 martaga bo'lib, elakchadan o'tkazib, tepadan pastdan qilib ehtiyotkorlik bilan aralashtirib olamiz. Biskvitga har doim oliy navli un ishlatsangiz yaxshi. O'shanda biskvitlaringiz ham juda ham zo'r chiqadi. Mana unni ham qo'shib aralashtirib oldik. Endi oralarida qumoqlari qolmaguncha lopatkada yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana tayyor biskvit xamiri xuddi shunaqa holatda bo'lishi kerak. Endi 23 ga 10 cm qolipga tagiga qog'oz qo'yib, biskvit xamirini solib olamiz. Bu orada 160 gradusda duxovkamizni tepa-pastini baravar yoqib, qizitib qo'yishimiz kerak. Qolipga biskvit xamirini solgandan keyin ustidan juda ham ezib olmasdan yengil-yengil ustini tekislab olamiz va 160 gradusga 40-45 minutga jo'natamiz. Yana ham duxovkangizni orientirini olib, biskvitni pishirishingiz kerak bo'ladi. Mana meni biskvitim tayyor bo'ldi. Ichlarini tekshirib olamiz. Ichlari quruq, juda ham chiroyli, baland bo'lib ishib chiqqan. Boshida aytib o'tdim, bu biskvitga razrixlitil hech narsa solinmaydi. Faqat tuxumni oqini yaxshi ko'pirtirsangiz, mana shunaqangi cho'kmasdan baland bo'lib chiqadi. 100% o'xshab chiqadi. Bu tabiiy biskvit hisoblanadi. Juda ham zo'r biskvit bo'ladi. Yumshoqqina, og'izda eriydigan biskvit bo'lib chiqadi. Biskvitni to'liq sovutganimizdan keyin qolipidan chiqarib olamiz. Issiqligida qolipdan chiqarmaslik kerak. Mana yaqindan ko'rsatib o'tdim. Juda ham baland bo'lib, ichlari oppoq, juda ham chiroyli biskvit bo'lgan. Albatta tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Biskvitimiz to'liq sovigandan keyin 3 ta ko'rishga bo'lib olamiz. Kesib oralarini ham ko'rsatib o'tdim. Juda ham mayin, oppoqqina, juda ham chiroyli chiqadi. 100% ishonchli retsept qizlar, albatta tayyorlab ko'ring. Biskvit tayyorlashda o'zini qonun qoidalariga rioya qilsangiz, har doim biskvitlaringiz zo'r chiqadi. Mana menda 3 ta ko'sh bo'ldi, qalin-qalin. Siz xohlasangiz 4 ta ko'sh qilsangiz ham bo'ladi. Endi tortimiz uchun morojniy krem tayyorlashimiz kerak bo'ladi. 500 gram uy qaymog'iga 250 gram maloqa solamiz. Menda qaymoq quyuq bo'lgani uchun 50 gramda suv ham soldim.
Mana qaymoqni idishiga 50 gram suv solib aralashtirib oldim. Nega oppoq deb o'ylamang. Va yaxshilab aralashtirib, mikserni 3-4 skorsida 3-4 minut davomida quyilguncha ko'pirtirib olamiz. Men xolodilnikka qo'yib o'tirmadim, chunki qaymog'im ham, sug'ushonka ham xolodilnikda turgan edi. Muzdek bo'lib turgani uchun birdaniga ko'pirtirdim. Mana qaymog'imiz ko'pirib tayyor bo'ldi. Bundan ko'p ko'pirtirib yubormang, qaymoq nozik bo'ladi, darhol chirib tushishi mumkin. Mana shunaqangi quyuqlikda bo'lsa yetadi. Kremimiz tayyor. Endi tortimiz orasiga ishlatish uchun 200 gram qulupnay jelini yumshatib olamiz, suv solib va qopchaga solib olamiz. O'zimizga qulay bo'lishi uchun va biskvitlarimizni kremlab yig'ib olamiz. Qaymoqli kremni mana shunaqangi nasatga qo'yib qopchaga solib olsangiz, o'zingizni ishlashingizga qulay bo'ladi. Yaxshilab tekislab, ustidan qulupnayli jelini solamiz. Xohishga ko'ra boshqa jelilardan foydalansangiz ham bo'ladi. Bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ring, sizga ham yoqishiga ishonaman. Zakazlar uchun bo'lsa bemalol qo'rqmasdan tayyorlasangiz bo'ladi. Men o'zim ham shu tortni zakaz uchun tayyorlayapman. Kanalimda mehmon bo'lib turgan bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Yangidan chiqayotgan videolarimni birinchilardan bo'lib ko'rasiz. Mana ustini kremlab 5 soatga xolodilnikka qo'yamiz. Xolodilnikdan tortni olishimizdan oldin 200 gramda shanti krem ko'pirtirib olamiz. 200 ml muzdek suv solib, mikserni baland tezligida qattiqqina krem holiga kelguncha ko'pirtirishimiz kerak bo'ladi. Har doim shanti kremni sifatli va yaxshisidan olib ishlating. Men Perfect va Mirage shanti kremlaridan ishlataman. Har doim juda ham zo'r chiqadi. Mana shanti krem tayyor bo'ldi. Xohishga ko'ra 2-3 qoshiqda moloko qo'shib ko'pirtirib olsangiz ham bo'ladi. Mana xolodilnikdan tortni olamiz va shanti kremni qopchaga solib, tortni yonlarini va ustilarini kremlab, chiroyli qilib tekislab olamiz. Kommentariyada ko'p savollar bo'ladi, iltimoslar bo'ladi. Tortni bezatilish jarayonini alohida video qilib qo'ying deb so'rashgan. Albatta, alohida video qilib kanalga joylashga harakat qilaman. Hozircha ozgina sog'lig'imda ham muammolar bo'lgani uchun video chiqarishim ham ancha uzayib ketyapti. Xudo xolasa inshaalloh bu videoni ham chiqaraman. Faqat sizlardan videolarga like bosib, ko'proq opa-singillarimizga yetib borishligi uchun o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddaman. Sizlar qanchalik like bosib, shirin kommentariyalar qoldirsangiz, o'shandan motivatsiya olib, biz ham yangidan retseptlar, yangi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Kanalimda mehmon bo'lib turgan bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'lib, o'z fikringizni kommentariyada qoldirasiz degan umiddaman. Mana qolgan shanti kremni 3 ga bo'lib, 3 xil rang qo'shib olamiz va mallarang qo'shilgan shanti kremni qopchaga solib olamiz va tortni ustidan mana shunaqa qalamchalar qo'yib olamiz va pushti rang aralashtirgan shanti kremni ham qopchaga solib, nasatga qo'yib, gullar yasab olamiz. Juda ham chiroyli chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ring. Bu tortni zakazga bemalol tayyorlasangiz bo'ladi. Xohishga ko'ra boshqacha qilib bezatsangiz ham bo'ladi, agar meni bezatganim yoqmasa. Mana tortning tegi qismiga ham qalamchalar qo'yib olganman va uchalasini 3 ta tomoniga gullar qo'yib olamiz. Endi barik nasatkasida shanti kremni qolgan qismiga yashil rang qo'shib, gullarni har yonidan barikchalab qo'yib olamiz.
judayam chiroyli chiqadi. Mazasiga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Biskvitini xohishga ko'ra namlantirsangiz bo'ladi. Shirin suv yoki shirin sut bilan yoki sug'ushvonkali suv bilan namlasangiz bo'ladi. Unda judayam yumshoq chiqadi. Biskvitni 100% o'xshab chiqadi qizlar. Albatta qo'rqmasdan bemalol mana shu usulda tayyorlab ko'rsangiz bo'ladi. Zakazlarga esa qo'rqmasdan bemalol tayyorlab ko'ring. Sizni uyaltirmaydigan tort bo'ladi. Tortimiz tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring. Shirinlikni yaxshi ko'ruvchilar video yoqqan bo'lsa bir dona like bosib, o'z fikringizni kommentariyada qoldirasiz degan umiddaman. Yana yangi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.